Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Biz yana o'sha oltariq sim setga chiqarish davrimiz. Bugun 2-may 2026-yil. Bugun biz to'qima to'r setkalar haqida gaplashamiz. Bizda bularni mana ko'rib turibsizlar, 8 ga 8, 6 ga 6, 5 ga 5 razmerlari bor. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, bo'ylari 1,5 metr, 1,70, 1,80, 2 metrliklari bor, mana 2 metrliklari. Ko'rib turibsizlar. Hop, simlarga keladigan bo'lsak, 2li, 2,5, 3li razmerlarda bor. Xudo xolasa, zakazga qarab chiqarib beraveramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana bular 8 ga 8 razmeri. Bo'yi 1,70. Bunisi 1,5 metr mana. 1,5 metr. Mana apparaturalar o'zimizda hammasi mana. Xudo xolasa cheklanmagan miqdorda chiqarib beramiz. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Narxlarini kommentariyaga kerakli raqamlar qoldiraman. O'shalarga aloqaga chiqib, bemalol bilib olishlari mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Rahmat hammaga.